Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafaati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 163-hadis. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Safarlarimizning birida Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizdan ortda qoldilar. Keyin bizga yetib oldilar. Biz asrni kechiktirib qo'ygan edik. Biz tahorat qilib, oyoqlarimizni mas tortgandek yuvayotgan edik. Shunda u zot bir ovozlari bilan tovonlarning holiga do'zaxdan voy bo'lsin deb 2 yoki 3 marta nido qildilar.